Men hozir siyosiy haqiqatlar to'g'risida gapiryapmanda. Oddiy bitovoy, maishiy haqiqatlarni ham aytolmaydi bizlar ham. Men sizlarga hozir bitta konkret o'zimni oilamda bo'layotgan misoldan keltirib beraman. Qarang. Mana meni yuzimga solib kelyapti-ku, 3 xonali uy oldi, 3 xonali. O'shani menga aytmadilar o'zi. Aytmang, siz badnom qilib tashlaydi bular. Desam, yo'q, men aytaman, chunki sizlar baribir bir kun aytasizlar. Meni regulirovka qilish. Men lучше o'zim xalqqa aytaman, o'zim aytganman. Shu kvartirani berdilar menga. 3 xonali uy. Hozirgacha yuzimga soladi. Mana kecha ham video ishlabdilar. Aslidan kadi. Necha marta aytganman, men uy so'ramaganman, olsa olaversin, menga kerak ham yo'q. Zapret ham qo'yib qo'yibdilar mana, sotolmaydigan qilib. Propiska ham o'tkazib bo'lmaydi, hech narsa bo'lmaydi. Chiqmasa men chiqib ketaveraman, faqat bir oy oldin aytsangiz bo'ldi. Chunki narigi uyimizga kvartirant qo'yganmiz, u kvartirantlarni chiqib ketdi, bir oy oldin aytishimiz kerak. Boradigan joyimiz bo'lishi kerak. Aytib qo'yganman, men chiq desa chiqib ketaman. Ana shu uy, 3 xonali uy Toshkent shahar nima deydi? Avvalgi Hamza Yashnobod tumani Maxtumquli ko'chasida Green Park degan jiloy kompleks bor. Yashil domlar, shu ko'chadan o'taversangiz, Tashkentdan ketib yangi O'zbekiston parki tomon chap qo'lingizda keladi. Ro'parasida Makro bor, Texnopark bor, Jahongir Ortiqxo'jayev Texnopark. Chap qo'lda shu yerda bizni o'sha bergan uyi. 4-etajda. 3 xonali uy. Qarang. Bu uylar o'zi asosi DXX, ichki ishlar, hokimiyat, vazirlikda ishlaydigan davlat odamlari bor-ku, uyi yo'q. Xodim uyi yo'q. O'shalarga berilgan. Birinchi kategoriya. Ikkinchi kategoriya yo'l tushib, boshqa bir o'zgarishlar bo'lib, Toshkentning turli joylarida uyi buzilgan, asosan eski shaharliklar bor. Yo'l o'tkazildi u yerdan. Hamza tumanida bo'lgan, shunaqa yo'llar o'tkazilgan. O'shalar uysiz qolganlar shu kompleksga olib kelib qo'yilgan. Ya'ni kompensatsiya sifatida berilgan. Uchinchisi invalid, haqiqiy mana yetim yetser, mana shunaqalar ular ham bor. Mana shu 3ta kategoriya. Ichida men ham borman. Nimaga men 3-kategoriya haqiqatda hech narsasi yo'q, og'ir kun kechirgan deb berilgan. O'shanaqa deb berdi. Men uy so'ramagan. Endi qarang. Atrofda bunisi ham aralash endi. No, основной kontingent davlat xizmatchilari. Birinchi kontorchilar, DXXchilar. U yerda yursangiz ko'rasiz, shunday ko'zi bejavob kelayotsa, u DXXlik bo'ladi. Dellalla kelayotsa, u bechara bo'ladi. Ular DXXchilarni tanishdan oson yo'li bor. Kojinni nimalar ushlab yuradi. Prichoska voyenniy bo'ladi. Shundan bilaman. Kojinni nima deydi? Bloknot ushlab yuradi, katta daftar. Tamam, kontorchi. Bu shu yerda joylashgan. Endi qarang. O'shalardan bittasi 4ta 5ta uy olgan. Endi u yerda boylar ham bor. Kambag'alman deb uy olib tashlagan. Yo boymi, yo bывший kontorchimi, kontoradan boshqa yerga komandirovka qilingan. Bir davlat DXXdan boshqa sohada ishlaydi, DXXga otchot beradi. Ana shulardan birisi, bir emas, ikkitasi. Uyini hindistonliklarga arendaga berdi, ijaraga, tepa etajda, 4-dan tepada. Bu hindistonlik degan anu musulmon emas. Sigirni siydigiga, sigirni axlatiga sig'inadigan tipdan ekanda bu. Juda iflos turadi. Bunday iflos turadi ekan, endi aytib beryapti bu oilamdagilar. Tarakani, to'kin domni hamma olib tarakon olib ketgan. O'zi bizani piqqizda turadi deydi. Narigi podyezddagilarga ham shaxtalardan bu qayerdan tarakon o'tib ketganda. Rasvo deydi, o'sha tepa etajdan deydi. Ham keladi, sassiq deydi. Voshi sassiq. Bir kuni chiqibdilar. Tarakonlar kattayib ketganda, tarakon tarqatyapsan deb Hindiston ochibdi oxir. Kimda ekan. Undan tepaga chiqsa, mana 5 ga chiqsa, bizga tepadan kelyapti. Yur undan tepaga chiq. 6 ga chiqsa 6. Oxir etajga chiqib
Qarasalar hindlar turibdi. Senda tarakan bormi desa, ha deymish. Bor. Nima bo'ldi? Bizlarda tarakan tarqab buni. Tarakan tarqasa nima bo'pti endi? Shunga deydi, o- Otago'ri prokuraturami deymishda endi. Otago'ri qozixonami deymish. Ha, tarakan bu yomon. Toza, biza toza turamiz. Ochiq chiqdi. Biza toza turamiz. Sen tarakan tarqadin. Bizlarga deymish, qarang, Hindni gapiga qarang. Bizlarga organda ishlaydigan xo'jayinimiz indamasa, siz kim bo'lsa? Belim tutadi shunday. Qora qo'lini ko'mir rangi beliga qo'yib aytyapti deydi. Xo'jayin kontorada ishlaydi ekan, DXDami, organda ishlaydi ekan, o'sha bizlarga indamasa, sen bizlarga kimsan deydi. Endi qo'shnilar voy ifloslar, Hind degani mol bo'lar ekan. Bu Hind degani iflos bo'ladi. Va molni tezagini yeb yurganda istaydigini ichib. O'zaro gapda bular zo'r deydi. Ayolim aytib beryapti. Tushuninglar shuni. Dankomga yozamiz. Dankomga, prezidentga emas. Dankom borki, uyni 4 5 kvart bir podyezdga xo'jayin. Shu aytayotganlarimizni yozib, chora ko'rdiramiz. Bir qo'shmang. Men qo'shmang, qachon men qo'shmang. Nega? Bilimni eshitmaydi. Organdan demek DXD'da ishlasa, men xo'jayinman DXDda ishlaydi. Qanaqa yo'q. Birisini xo'jayini hokimiyatda, birisiniki DXDda, birisiniki militsiyada. Qanday qo'rqadi deydi bular deydi. Kentdan qo'rqmaydi. Kvartirani egasi organdan chiqqanda deydi, tarakaniga ham rozi deydi. Keyin men aytdimki, shunday deyaptimi qo'shnilar dedim, ha dedim. Bo'lmasa ayt dedim. Hindlarga chiqib ayt. Hindlar bu butun qo'shni bizdan boshqa hamma sen xo'jayiningdan qo'rqyapti, sizlardan ham qo'rqyapti. Sizlar musor yasaganingiz mayli, tarakan tarqatganlaringiz ham mayli. Mana shu qo'rqoqlarning ustiga ertadan boshlab balkondan chiqib turib chissang ham indamaydi bu o'zbek xalqi. Chissaveringlar deb keldim. Yo'q, qo'ymang, qanaqa aytaman. Shafqatda shunday qilsa, o'sha qo'shnilarning bittasi indamaydi. Nega? Xo'jayini DXDda ishlaydi. Qo'rqadi. DXDda ishlaydi, molxonaga aylantirgan. Davlatdan berilgan uyni. Tarakan deydi, Green Parkni Tarakan Parkga aylantirgan hindlar. Mushrik hindlar. Mol. Ey, ovqatni deydimi? Kiribdilarda endi qo'shnilar kirsa, ovqat skоворodkada ovqat yerga to'ntarilgan. Yer palasda ovqat deydi. Bosib shuni kirib chiqib yuribdilar deydi, oyog'i bilan. Buni olmaysanmi desa deydi, hammasini bir yig'ib sirkaga beramiz, hindchiskaga. Xo'jayin beradi, DXDda ishlaydi xo'jayin. У нас Green Park. Это не Green Park, а Tarakan Park. Endi shuni kelinglar, kollektivni shuni yozaylik desa, hech kim yo'q deydi. Endi oxirgi paytda xizmat tashamang deymish. Balkim Tarakan sizning uyingizdan chiqayotgandir. Biz kollektiv qo'shnilar bilan borib ko'rdik desam, u odam rosa pokiza odam. Duxushlikni avliyo qilyapti deydi. Uyni egasi. Hindlar ham odam tamomila havodan tug'ilgan ular. Bilamiz shular shundan tug'ilgan. Molda yashamasinda endi odam atodan men ham tug'ildim. Oddiy. Xo'p, qarasho, Dankomga sesga yozaylik desa. Yo'q. Endi sesga kimdir shikoyat qildi. Bizanikilar shikoyat qilgan bo'lsa kerak. Tuna kuni sesdan kelib, mana shu uyda shunaqa bo'layotgan, mana buni olinglar desa, olyaptimish 250 ming so'mga tubik olyaptimish hamma. Bizniki chiqibdi-da, aytibdi. Nega men olishim kerak? Tarakan tarqatgan hammaga sotib olsin. 10 ta kecha bo'lsa 2,5 millionga, 2 million 500 mingga olib bersin hammaga. Bizlar sepaylik. Chunki tarakanni uni kvartirasidagi hindlardan olsin pulni desa, 250 so'm жалко что ли deymiz. Sesdan kelgan. Sesdagilar ham u yerda sababini aniqlab, bu molxonadagilarni bir uyni egasini tartibga chaqirish yoki jarima qilish uchun emas, tubik sotish uchun kelgan. Lekin ses yuborgan ular. Balki ko'ringlarchi desa, bardan yo'lda tubik sotib kelasan degan. Tarakanga qarashdi. Shunisi
O'ta qo'rqoq millat. Endi shuni o'rtaga birov chiqib aytsa, bu oddiy bitoviy masaladan ham qo'rqoq. Bu bir Toshkent yoki Green Park, Tarakan Parkda emas. Butun O'zbekiston shunday. Shikoyat qilib yuradilar. Ana qara, bosa chang ketyapti. Ko'cha chang bo'lib ketdi, asfalt ham qo'yilib bo'ladi. Kimlar uchun yozamizdik? Buxoro, Qoraqalpoq, Xorazm, Vodiy, qayerda o'zbek degan millat bo'lsa, Antarktidadagi o'zbek ham yo'q. Sen g'alaba qilyapsan desa, bosh og'riqni keragi yo'q. Shunaqa chiqoq qo'rqoqda bular. Hinddan qo'rqib o'tiribdilar. Hind. U hech kim emas u yerda molxonaga aylantirgan. Ha, uyni egasi kontorshik. Problem nimada? Kerak emas. Qachon kiraysan? Ha, u boq, Usmon Xaqnazarning xotini kiraysan. Hech kim. Lekin ertaga sen kurashib nima qilib bersang, mazza qilib yashaydi. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Siz ariza yozib, janjal qilib kurashayotgan paytingizda biz sizga duo qilib turdik, masjidlarga bordik deng. Qachon aytdik masjiding bilan iflos qo'rqoq. Hammangdan nafratlanaman sizlardan. Есть region qo'rqoq. Oddiy bitoviy masalada ham birlasha olmaydilar, qo'rqoqlar. Bitta DXGchi 4 ta 5 ta joydan uy olib tashlagan hindlar bilan mashinaga shundan qo'rqib o'tirdi. Qarakanni tugul u tezagini ham idishdi. Hozir gashokda chiqarib turib, meni kontorshik xo'jayinim aytdi. Hammang yeysan mana shu men chiqib qo'ygan axlatdan desa, hindni axlatini yeyish qo'rqoq. Darfoni ham qo'shildi. Shunaqa millat bu. Shunaqa qo'rqoq, shunaqa munofiq. Biz oddiy misol, sizlar siyosatni aytib o'tiribsizlar, bular chapak chalishni biladi, uraveradi, magar layk bosishni biladilar. Kim birlashamiz deb ko'r, hech qaysi birlashmaydi. Men bu millatda umidimni uzganimga bir 51 yoshda bo'lsam, 32 yil bo'ldi. 20 yoshimda уже bilib bo'lgan. Hech qachon bularga nadejda qilib bo'lmaydi. Nadejda только на Alloh. Всё.